keyin shu strukturani ochganmiz va keyin borib tushuntirib shunaqa qilib qanaqadir qilib psixologik xizmat degan tushuncha paydo bo'lgan. Mana hozir endi bugungi kunda juda ham ko'p psixologik xizmatlar, strukturalar, juda ko'p amaliy psixologlar va aytamanki bir tomondan bu yaxshi. Chunki odamlarga yordam berish kerak, o'sha aytganimizdek odamlarni o'zi bilan o'zi kelishib olishi uchun, ichidagi nimalarnidir bu yoqqa chiqazish uchun, nimalargadir kerak ko'z bilan qarash uchun, qaysidir joyda o'sha kerak emas yo noadekvat deymasa o'sha kerak emas qanaqadir narsalarni chiqazib uchun ham mutaxassis kerak baribir ham. Va o'sha aytganimdek hamma joyimizni bezovta qilganda o'zini joyini qaraydigan odami bor. Psixika bizga o'sha o'zimiz bilan, o'zimizni qarashlarimiz bilan, o'zimizni ichimizdagi qanaqadir belgilangan narsalarimiz bilan ishlashga yordam beradigan odam. Va uning uchun deylik u oddiy so'z emas, mana men har doim aytaman, juda muhim bo'ladigan narsa bu psixika ham bizda ko'pincha biz ishlaganimizdan keyin oxirida eng ko'p eshitgan gapimiz voy bu psixikani biz oddiy bir nimadir yo'l-yo'lakay bo'lib ketadigan narsa deb o'ylardik. U ham bir muhim narsa ekan deyishgan. Biz aytganmizki, u nafaqat muhim, u juda ham aniq struktura va u muhimligi nimada? Mana o'sha aytganimizdek, u obyektiv olamni bizga subyektiv chizib beradigan narsa. Ya'ni bizani ko'zimiz bilan atrof muhitni biz o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rib, o'zimizga shu nom beradigan narsa shu psixika bo'ladi.